Bag'dod Qo'qon yo'nalishida Qo'qonga qarab harakatlanganda 3 ko'prikda yangi radar ishga tushdi. Bu lokatsiyaga tushuntirib o'tamiz, ogoh bo'lamiz. Roat programmasidagi lokatsiya bo'lgan bo'yicha hozir borib shu radarni sizlar bilan ko'ramiz. Biz tushgan radarga 1 kilometr qoldi. Hozir ko'ramiz. Qaysi radarga tushganimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu radar oldin ishlamas edi. Yetib kelyapmiz. Metandan o'tganda buni qo'lda beryapti. 450 metr sekinlaymiz. Mana 70-siniki qo'yilgan. Mana shu radar ishlabdi mana. Mana bu radar ishlabdi. Mulyaj. Mana. Mulyaj deyapti, lekin xuddi shu radar meni urdi. Urganda ham yomon urdi. Hurmatli hamshaharlar. Ana shu radar ishga tushdi. Qayerdaligini sizlarga tushuntirib o'taman. Shaxsan o'zim tushdim. Qo'qondan kelish, peshoxodniy mana. Shu stokadan o'tganda bu Rishton Bag'dod tomondan kelish, chap qo'lda Mardon Metal Center keladi. Undan o'tganlaringda o'ng qo'lda Metan Zapravka keladi. Shu Metan Zapravkadan o'tganlaringda shu ana shu radar bizni 3-4 kun oldin chiroyli qilib katta tezlikda suratga olgan. Ko'rib turibsizlar, buni o'rnida mulyaj turardi. Almashtirishib ishlaydiganiga hushyor bo'lib, tezlikni pasaytirib o'tiramiz.